Yordamchi harakatlanish vositalari hayotni osonlashtirish. Bugungi taqdimotimizda biz yordamchi harakatlanish vositalarining hayotimizdagi ahamiyatini o'rganamiz. Bu vositalar millionlab odamlarga mustaqillikni, xavfsizlikni va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Kirish. Nima uchun bu muhim? Yordamchi harakatlanish vositalari shunchaki asboblar emas. Ular odamlarning to'laqonli hayot kechirishlari uchun eshik ochuvchi kalitlardir. Jarohatlar, kasalliklar yoki qarilik tufayli harakatlanish qobiliyati cheklangan shaxslar uchun bu vositalar kunlik vaziyatlarni bajarishda, jamoat hayotida ishtirok etishda va ijtimoiy aloqalarni saqlashda yordam beradi. Qo'ltiqtayoqlar va ulardan foydalanish. Qo'ltiqtayoqning turlari qo'ltiq osti qo'ltiqtayoqlar va bilak qo'ltiqtayoqlari bordir. Qo'ltiq osti qo'ltiqtayoqlar umumiy jarohatlarda yoki qisqa muddatli yordamda qo'llaniladi. Bilak qo'ltiqtayoqlari esa uzoq muddatli foydalanish uchun qulayroq va ko'proq nazoratni ta'minlaydi. Foydalanish bo'yicha maslahatlar. To'g'ri balandlikni saqlash lozim. Tana og'irligi qo'ltiq osti emas, balki qo'llarga taqsimlash zarur. Barqaror yurish naqshini o'rganish lozim. Hassa turlari va ularni tanlash. Hassalar ayniqsa muvozanat muammolari bo'lgan yoki yengil yordamga muhtoj shaxslar uchun ajoyib yechim hisoblanadi. Ular turli shakl va materiallardan bo'ladi. Standart hassalar, ko'p oyoqli hassalar va maxsus tutqichli hassalar mavjud. Standart hassalar oddiy, yengil va kundalik foydalanish uchun qulay. Ko'p oyoqli hassalar kattaroq, barqarorroq hisoblanadi. G'ildirakli yurish moslamalari, rollatorlar. Bu vositalar harakatlanishda qo'ltiqtayoq yoki hassa yetarli bo'lmaganda qo'shimcha yordam beradi. Ular 4 g'ildirak, tormoz va ko'pincha o'tirish joyi bilan jihozlangan. Yuqori darajadagi barqarorlikni ta'minlaydi. O'rnatilgan o'rindiq tufayli charchaganida dam olish mumkin. Rollatorlar asosan yurishda muvozanatni saqlaydilar. Nogironlar aravachalari. Qo'lda va elektr boshqaruvli. Qo'lda boshqariladigan aravachalar foydalanuvchi yoki yordamchi tomonidan itiladi. Elektr boshqaruvli aravachalar esa motorli va joystik yordamida boshqariladi. Uzoq masofalarni bosib o'tish va qo'l kuchi cheklangan uchun ideal hisoblanadi. Ko'proq erkinlik va mustaqillikni ta'minlaydi. Maxsus harakatlanish vositalari, skuterlar va elektr aravachalar. Harakatlanish skuterlari ko'proq mustaqillikni ta'minlaydi. Xarid qilish yoki ochiq havoda sayr qilish uchun juda qulay. Ular 3 yoki 4 g'ildirakli bo'lishi mumkin. Elektr aravachalar esa ichki va tashqi foydalanish uchun mo'ljallangan, yaxshi ixcham, muruvvatli qobiliyatga ega. Ba'zan modellar va vertikal hollarda ko'rsatiladi. Harakatlanish vositalarini ta'minlashda muhim omillar bor. Bular foydalanuvchining ehtiyojlari, ya'ni individual harakatlanish qobiliyati, jismoniy holati va kundalik hayoti. Foydalanish muhiti, ichki yoki tashqi foydalanish, yerning turi, tekis, notekis va makonning kengligiga qaraydi. Budjet va sug'urtaga, tibbiy holatga va qo'shimcha xususiyatlarni o'z ichiga oladi. To'g'ri foydalanish va parvarishlar bo'yicha maslahatlar. Muntazam tekshiruvlar, tozalikni saqlash, batareyani zaryadlash va xavfsizlik qoidalariga amal qilish zarur. To'g'ri foydalanish va parvarishlash vositalarining uzoq xizmat qilishini ta'minlaydi va foydalanuvchining xavfsizligini kafolatlaydi. Shu sababli ham biz xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holda foydalanishimiz zarur. Xulosa qilib aytganda, yordamchi harakatlanish vositalari shaxslarning hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri tanlov va parvarish bilan bu vositalar mustaqillikni va erkinlikni ta'minlaydi. Eslab qoling, ehtiyojlaringizni baholang, mavjud variantlarni o'rganing, mutaxassis bilan maslahatlashing, vositalaringizni to'g'ri parvarish qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.